Mani elim, illatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, urug'im, jonim fido bo'lsin agar men ekamda har dam. Salom alaykum bor oqibatda oxiri tagida moddam. Xotirjam o'zbekim mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib xaronaqli xarobotilar. Devonayu mashoyiq abdollar ibn Sino bobolarim Hazrati Naqshband darajatda ulug'lar, balogardonlar. Kerani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayyon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. Hisob o'zgardi. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov 85-daqiqada Qatar darvozasini aniq zarbasi bilan yana bir bora muxlislarni xursand etdi. O'sha maqsadga yeta olishimizni. Bundan buyog'iga futbolda ham